Adam o'ruqlasa cho'qin fantam bo'lib ketamdi. Qanday qani fantam bo'lib ketmaymiz. Hozir yaqinda mana shu odam o'ruqlagandan keyin, eg'irlik tushgandan keyin cho'qimlam tayshiyas aslab ketdi. Ya'ni moddanlish bek aslab ketdi. Shunday cho'qin fantam bo'ldi degan yetakchilar bek jiqiyib ketdi-ku. Bu rost shundaqmi do'stlar? Men o'zim 85 kilodan 71 kilogacha o'ruqlab bo'ldim. 2 oydan 3 oygacha o'ruqlab bo'lgan. Hozir mana shu eg'irlikni tanshavat qilib, kontrol qilib turg'ili 4-5 yil bo'ldi, qayta fantam bo'lib ketmadim. Qanday odamlarning fantam bo'lib ketdi do'stlar? Amaliyotda siz sog'lom o'ruqlasangiz tayshiyingiz tiqbagansiz yaxshi bo'ldi. Bu tecrübelerden ötüp boğan dostlar nurgun netçi ming adamni bir yerga yig'ib, shularni o'riqiltib, shularni kuzatgandan keyin chiqqan tadqiqot natijalari bular. Ba'zilarininki taysha demsin bek oslab ketgan, eg'irlik tushgandan keyin. Qandaq desangiz, mo'ja haddidan ziyoda tamoqdan bek farz tutib etganlarniki, yishtim yemay eg'irlik bek tez suratda tushib ketganlarniki, taysha ras oslab, texim oson samirdan alla cheklanib qolgan. Ammo bizga o'xshash o'riqlaganlarchi, ya'ni mening o'quvchimga o'xshash o'riqlaganlarchi, biz tamoqlarni noitdi, o'lchamlik, ahamiyatlik anadekin quvvatlik yap turib o'riqlashni tavsiya qilyapmiz. Ya'ni shun qo'qa janfi deymiz, turmush qulaylik usulda o'zimizning badaniga kerakli oziqlikni beramiz. O'riqlash suratimizni ostiltyapmiz. Normal bo'lganda bir oyda taxminan 4 kilo atrofida. Manda surat bilan o'riqlasak, bu samaga o'quvchilar burun mush kechasi uxlamay yoki o'rinli qilib harakat qilmay, tomoqlarni xohlagancha yeb, ancha-muncha aroq sharab ichib, sog'lom bo'lmagan turmush odatidan hozir o'riqlayman deb turmushlarini sog'lom qilib, uyqularini yaxshi qilib, harakat qilib, tomoqlarni quvvatli yeb, sog'lom yegandan keyin taysha bag'an sir o'rlab ketgan. Bulup mutlaq bir kunda 300 kaloriya atrofida o'rlaganlar bor. Shunlashqa bu taysha baribir tushib ketdi ekan deb ansirab yurmang, buning diqqatingizni markazlashtirib olmang. Siz men qanday qilsam eg'irligim osroq chiqdi, o'zgarish cho'ng bo'ladi, qanday qilsam ishtaharim turoqli bo'ladi, qanday qilsam men o'riqlab bo'lgandan keyin qayta fantam ketmayman. Diqqatni ma'noga markazlashtirsangizlar bo'ldi. Qayta samirib ketamanmi deb qo'rqib yurmang. Bir tad yurak berib saqlab oling filmni, texmi inchga, texmi sog'lom usullarni o'rganib olaysangiz, undarim qo'shib, menga aloqa qilasangiz bo'ldi. Guanzhou qo'yilishini unutib qolmang, g'ayrat qiling.